Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamaysizlarmi? Bu videoda Bitcoinni kvant tahlilini amalga oshirgandim. O'sha haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ya'ni Bitcoinda mana shu yozilgan narsalar yuqori ehtimollik bilan tarixda sodir bo'lgan va bundan keyingi kelajakda ham mana shu kvant tahlillari asosida biz qaror chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Buni har qanday aktivga qo'llashimiz mumkin bu kvant tahlilini. Ya'ni buni qo'lda hisob kitob qilmaymiz. Grafikni ochib olib, uni foizlariga qarab, shamlarni sanab bunaqa qilmaymiz. Algoritmlar orqali buyruq beramiz va bizga algoritmlar buni kvant tahlilini amalga oshirib beradi. Xullas, Bitcoinni bajardim. Lower va higher pivotlar bular o'zidan oldingi va keyingi kamida 10 tadan shamlardan kichik va katta. Xullas, buni grafikda tushuntiraman. Pivot degani o'zi mana bu burilish nuqtasi nazarda tutiladi. Har bitta mana kichkina bir burilishlar ham pivotlar hisoblanadi. Misol uchun mana bu pivot juda ham katta pivot. Ya'ni bu shamlar soniga qaraydigan bo'lsak 600 ta 700 ta shamlardan ham katta. Ya'ni high pivot deylik buni. High pivot juda ham katta pivot. Endi buni qaranglar mana. Bu yerlarda ham pivotlar bor. Bunaqasiga katta, to'g'ri. O'ng tomonga yuradigan bo'lsak, mana 400 ta shamdan kichkina, lekin bu tomonga yuradigan bo'lsak 100 ta. Maksimum 100 ta shamdan kichkina xolos. Umumiy olganda bu 100 talik pivot deb nomlasak bo'ladi. Xullas, dastur qanaqa? 10 tadan bizga algoritmlar orqali 10 tadan o'zida 10 tadan u chapida ham, o'ngida ham 10 ta low pivotlar va chapida ham, o'ngida ham 10 tadan katta bo'lgan high pivotlarni jamini yig'adi algoritm. Xullas, quyidagicha savol berilyapti algoritmga. Shunaqa pivotlar nechta ekan desam, umumiy tarixi davomida 2017-yildan boshlab Binance'da 2017-yilda ro'yxatdan o'tgan Bitcoin, ma'lumot uchun. Chunki Binance'ni o'zi 2017-yil paydo bo'lgan. Xullas, 5209 ta shunaqa pivot bor ekan. Endi lowerdan highergacha o'rtacha o'sish 5% ekan deylik mana. Mana bu pivotdan bu pivotgacha o'rtacha 5% o'sishi mumkin ekan o'rtacha hisobda. Endi ba'zilari 30% dan o'sgan bo'lishi mumkin-da. 30%, ba'zilari 0.1%, uni o'rtachasini olyapti. Xullas, o'sish o'rtachasi 5%. Hyperdan lowergacha o'rtacha tushish 4.5% dan ko'proq ekan. Ya'ni mana bu pivotdan mana bu pastdagi pivotgacha o'rtacha 4.5% dan yuqori ekan tushish ehtimol. Ya'ni biz nima deyishimiz mumkin? Mana bu yerda pivot hosil bo'lsa, bu tomonidan ham 10 ta, bu tomonidan ham 10 ta. Shamlardan katta bo'lishi kerak, eng yuqori nuqtasi. Mana shunaqa pivot hosil bo'lgandan keyin o'rtacha hisobda 4.5%.
o'rtacha hisobda 4,5% tushar ekan narxi deb xulosa chiqarishimiz mumkin. Chunki tarixda shunaqa bo'lgan ekan. Kvant tahlili bo'yicha. Maksimal bitta o'sish 57,45, xullas 57,5%. Juda ham katta o'sish bu. Bu pivotga nisbatan minimal bitta o'sish. Bu to'g'risi esimdan chiqib qoldi. Bu minimal tushish bo'lmasa kerak, lekin maksimal tushish bo'lmasa kerak. Bu boshqa narsa edi. Hozir paka esimdan chiqib qoldi nimaligi. Low 1 dan high 1 gacha. Yana quyidagi ehtimolliklar kerak bizga. Mana low 1 dan high 1 gacha 10%, 13%, 15, 17. Xullas mana shu foizlardan ko'proq o'sish ehtimoli qancha deyapmiz mana. 10% o'sish ehtimoli qancha? Ya'ni mana bu pivotdan bu pivotgacha 10% o'sish ehtimoli qancha deb savol beryapmiz. Xullas lowdan highgacha bo'lgan jami 2027 ta shunaqa masofa bor ekan. 10% dan katta o'sishlar 194 tasi 2027 tadan 194 tasi 10% dan ko'proq o'sgan ekan. Bu 9,5%. Ya'ni bu yergacha agar mana bu pivot 10 talik bo'ladigan bo'lsa 10% dan yuqoriga o'sish ehtimoli 9,5% ekan. Xullas 10% dan kichkina ekan. Bu degani ehtimollik ancha kam. Xullas mana 10% lik 9,5% tushish ehtimoli yana ham kamroq ekan mana. 10% o'sish ehtimoli 9,5% ekan. Tushishlik ehtimoli 7,5% ekan. O'sish ehtimolidan kamroq ekan. Endi 13%. 13% o'sish ehtimoli 5,5% ekan. Tushish ehtimoli 4,5% ekan. Xullas qarang, 17% ehtimolligi 2% ekan. Ya'ni 100 tadan 2 tasi o'sib qolishi mumkin ekan. Bu jackpot hisobida bo'lib qoladi. Bu tahlilga asoslangan ish bo'lmaydi. Bu agar topib qo'ysangiz ham shunchaki omadingiz kelib qolgan bo'lishi mumkin. Xullas davom etamiz mana. Endi 10 talik dedik, endi 500 talik pivotlar tahlil qilamiz. 500 talik. Mana shu pivot bo'lar ekan mana. Mana bu katta makro pivot bizni tahlilimizga to'g'ri keladi. Hozir vaqt tugab qolibdi. 10 minut yozadi xolos. Videoning ikkinchi qismini yozaman hozir.